Diqqat qiling, aholiga tezkor xabar. O'zgidromet markazi 22-dan 25-aprel kunlariga ob-havo ma'lumotlarini e'lon qildi. Unga ko'ra, Qoraqalpog'iston Respublikasi hamda Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 22-23-aprelda yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'ladi. 24-25-aprelda yog'ingarchilik kutilmaydi. G'arbiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. 22 va 25-aprelda ayrim joylarda 13-18 metr/sekund tezlikgacha kuchayadi. 25-aprelda chang to'zonlar bilan kuzatiladi. Harorat 22-aprelda kechasi 10-15 daraja iliq, kunduzi 18-23 daraja iliq. 23-aprelda kechasi 8-13 daraja iliq, kunduzi 21-26 daraja iliq bo'ladi. 24-25-aprelda kechasi 13-18 darajagacha, kunduzi 28-33 darajagacha ko'tariladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 22-23-aprelda yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'ladi. 24-25-aprelda yog'ingarchilik kutilmaydi. G'arbiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. 22 va 25-aprelda 13-18 metr/sekund tezlikgacha kuchayadi. 25-aprelda chang to'zonlar bilan kuzatiladi. Harorat 22-aprelda 15-20 daraja iliq. 23-24-aprelda 12-17 daraja iliq. 25-aprelda 14-19 daraja iliq. Kunduzi 22-23-aprelda 22-27 daraja iliq. 24-aprelda 27-32 daraja iliq. 25-aprelda esa 20-35 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 22-23-aprelda yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'ladi. 24-25-aprelda yog'ingarchilik kutilmaydi. G'arbiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. 22-aprelda 13-18 metr/sekund tezlikgacha kuchayadi. Harorat kechasi 22-23-aprelda 13-18 daraja iliq. 24-25-aprelda 11-16 daraja iliq. Kunduzi 22-aprelda 22-27 daraja iliq. 23-aprelda 18-23 daraja iliq. 24-25-aprelda 24-29 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 22-23-aprelda yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'ladi. 24-25-aprelda yog'ingarchilik kutilmaydi. G'arbiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. 22-aprelda 15-20 metr/sekund tezlikgacha kuchayadi. Ayrim joylarda chang to'zonlar bilan kuzatiladi. Harorat 22-aprelda kechasi 15-20 daraja iliq. Kunduzi 23-28 daraja iliq bo'ladi. 23-aprelda kechasi 13-18 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'ladi. 24-aprelda kechasi 12-17 daraja iliq, kunduzi 27-32 daraja iliq. 25-aprelda kechasi 14-19 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja iliq bo'ladi. Farg'ona vodiysida, ya'ni Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 22 va 23-aprelda ayrim joylarda yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'ladi. 24-25-aprelda yog'ingarchilik kutilmaydi. G'arbiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, sharqdan 5-10 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat 22-aprelda kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 23-28 daraja iliq. 23-aprelda kechasi 10-15 daraja iliq, kunduzi 20-25 daraja iliq. 24-aprelda kechasi 10-15 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq. 25-aprelda kechasi 12-17 daraja iliq, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog'olli hamda tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 22-24-aprel kunlarida vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. 25-aprelda yog'ingarchilik kutilmaydi. G'arbiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. 22-aprelda ayrim joylarda 15-20 metr/sekund tezlikgacha kuchayadi. Harorat kechasi 22-aprelda 5-10 daraja iliq bo'ladi. 23-24-aprelda 1-6 daraja iliqqacha pasayadi. 23-aprelda 3-8 daraja iliq. Kunduzi 22-aprelda 13-18 daraja iliq. 23-aprelda 10-15 daraja iliq. 24-25-aprelda 15-20 daraja iliq bo'ladi.
O'zingizni asrang, xayr, salomat bo'ling.